Hammaga salom. Xullas bu kanalimizda 2025-yilda oxiriga chiqayotgan video. Xullas yilni mana shunday video bilan yakunlaymiz. Uzum marketda ilovasi bilan. Kelinglar oldin tanishtirishdan oldin bitta start berib olsak ilovamizga. Kirishimizda splash page va Uzum marketda asosiy sahifasiga o'xshatishga harakat qilganman bu ilovani. Boshidan tanishtiradigan bo'lsam, yetkazib berish shahri tanlasangiz, o'zingiz shahringizni tanlashingiz mumkin. Qidiruv bo'limi ham ishlaydi, search. Favorit bo'limi bor bizda. Tovarlarimizni yurakcha belgilab qo'shib berishimiz mumkin va limit bilsangiz, Uzum market limit beradigan bo'lgan o'sha kartasi va karusel slayderimiz bor. Mana bunday rasmlarimiz va pastdagi tekstlar. Bu bosilsa chiqarib o'tmaydi, prosta dizayn uchun qo'shganman. Va pastda produktlarimiz bizni va bu yerdagi birinchisidagi tablardagi nima deydi, produktlarimiz o'zgarmaydi. Uni ustiga olib o'tsak, tovarlar randomli tarzda chiqadi. Har safar o'zgaradi. Tovarlarda kelish chiqishi. Bu asosiy sahifamiz edi. Katalog bo'limiga o'tsak, bilsangiz shunaqangi qidiruv tizimi bor. Katalog kategoriyasiga qarab tovarlarni topishingiz mumkin. Biz shunchaki nomlarini qo'shib qo'yganmiz xolos. Savatcha bo'limimiz. Dastlabki holat shunaqa turadi. Mana bu yerdan bironta tovarni, misol o'zingizga yoqqan tovarni qo'shsangiz, mana shu yerga qo'shiladi. Va buni nechtaligini sonini ko'paytirishimiz mumkin, kamaytirishimiz mumkin. Va bir nechta tovarlarni qo'shib ko'ramiz. Hammasi qo'shiladi. Va o'zingizga kerakligini belgilab, misol tanlab olishingiz mumkin. Progress barimiz bor. Mana shu produktlarning narxiga qarab o'zgaradi. Misol 1 milliondan oshadigan bo'lsa, uygacha yetkazib berish bepul. Shunaqangi funksiyasi bor. Hammasini belgilasak, hamma produktlarning qiymati qo'shiladi. Rasmiylashtirish bo'limi yo'q hozircha. Erinmasam keyingi yangilanishlarda qo'shaman. Istaklarim, xohlagan bitta tovaringizda mana bunday rejalar bor. Buni bosh sahifada ham ko'rishingiz mumkin. O'sha tovarlar mana shu yerga saqlanadi. Va kabinet sahifasi icon endi yuklandi. Shunaqa dizaynda qildim. Bu ilovamiz ham Flutterda yasalgan. Splash page bor. Mindart. Home page'imiz asosiy mana bu sahifamiz va bizning produktlarimiz. Produktlarimiz ID'si bor, rasmi, title'i, oldingi narxi, yangi narxi, oylik bo'lib to'lashga qanchadan tushishi va reytingi ham bor. Har bir tovarga alohida reyting berilgan. Sotilgani, qancha miqdorda qolgani, shular bor. Iloji boricha assets ishlatishga harakat qilmadim. Network image, ya'ni internetdan olib ishlatdim rasmlarini. Shunaqangi ilovamiz Telegram kanalimizga yuklab qo'yilgan. Telegram kanalimiz silkasi video kommentariyasida opisiyadan qarab o'tishingiz mumkin. Ilovani o'rnatib ko'rib, mana shu postni tagida screenshot tashlab qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardik. Bugungi bu yilgi videomiz oxirgisi mana shu edi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Keyingi yilda yangi videolar bilan ko'rishguncha